Assalomu alaykum barchaga hurmatli do'stlar. Bugun So'xtovjon sizlarga bitta shokolad uyini ko'rsatadi. Undan oldin videoga bitta like bosib qo'ying. Bugun 3 xona, 4 xonaga aylantirilgan xonadonni ko'rsataman. Bu uyingizni kaliti xudo xolasa kiraverasiz. Mana shunaqa prixoja, hol va bu yerda ko'rib turibsiz chiroyli prixojani mebellar qo'yilgan, oynalar bor. Xo'p, endi xonalar tuzilishini ko'rsataman. O'g'il bola uchun yotoqxona, kattalar uchun yotoqxona, mehmonlar uchun zal, bu tomonda qiz bola uchun yotoqxona, ikkita alohida sanuzellar joylashyapti. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Bugungi uyimiz Gagarin ko'chasida bo'lyapti. Samarqand shahar Gagarin ko'chasi, mo'ljal yangi Beeline yoki Mosti oldida desak ham bo'ladi. Yo'lning ustida joylashyapti do'stlar. 4 qavatli domni 4-qavatida, o'rtada joylashgan. Ha, bu xona qiz bola yotoqxonasi, bu aslida eski oshxonaning joyi. Oshxona esa 6 metrlik balkonda. Hozir uni ham ko'rsataman. Undan oldin mana bu yotoqxonani ham bitta ko'rsatib qo'yay. Skvoznoy planirovkada buni atmosferasini qarang. Mana ko'chani ustida. Mana ko'ryapsizlarmi? Manzil juda ham zo'r, yaxshi joyda joylashgan. Lokatsiya shunchaki bomba. G'isht 3 xona, umumiy maydoni 70 kvadrat metr. Mana bu uyimizda kattalar yotoqxonasi. Har bir xona derazali, ko'rib turibsiz, yorug'lik, quyosh nuri yaxshi tushadi. Bu esa uyimizda spalnisi mana. Mana kravatchalarda, shkaflarda hamma narsa qoladi uyda do'stlar. Duxkontrni katyol, isitish moslamasi ataplina qilingan. Bu yerda esa zal. Zal ajoyib ko'rinishda. Mana ko'rishinglar mumkin. Televizorni qarang. Juda ham chiroyli qilingan. Natijli patolog. Konditsioner, gullarimiz bor, jurnal stolning ustida. Mana shunaqa ko'rinishda. Mana ataplina qilingan-da-mu. Xo'p, qaranglar. Biz zal orqali balkonga chiqamiz. Ayni balkonda oshxona joylashgan. Mana bu yerda o'tirib ovqatlanasiz. Mana chiroyli gullar oldida kislorod, toza kislorodlar bilan. Xo'p, shkaflar, xolodilnik, bu yerda mikrovolnovka, duxovka hammasi bor. Oshxona mebelini ko'rishingiz mumkin. Kir-yuvish mashinalar albatta bor. Mana gaz plitasi, vutishkasi, moykasi hammasi ideal ko'rinishda. Bu oshxonamiz mana shu 6 metrlik balkonda joylashgan. O'zi asli joyi mana bu yerda edi. Bu yerda esa spalnya qilingan. Mana shu uy sotuvda. O'rtada joylashyapti. Samarqand shahar Gagarin ko'chasi. 4 qavatli dom 4-qavatida naqd va ipotekaga ham sotiladi. Narxi esa 77 ming. Zudlik bilan sotilyapti. Mana tezda telefon qilinglar. Nomerda opisaniyada yoki sarlavhada qoldiraman. Telefon qilib baraka qilasizlar. Hammaga chiroyli uylar nasib qilsin.